va aynan mana shu shaxs kubokni Neftchi futbolchilariga olib borishyapti va Neftchi mamlakatimiz chempionligini nishonlamoqda. Salyutni katta buyog'i. Farg'ona kuyla, bayram qil. Sening davring keldi. 2025-yilgi mavsum chempioni Neftchi, O'zbekiston Superligasi chempioni, uzoq yil kutilgan 24 yillik orzuning ushalishi mana. Bu orzuning ushalishi rostdan ham shunaqa ushlangan lahzasiki do'stlar. Salyutlar bilan poyoniga yetishi kerak edi. Oltinga ko'milgan yigitlar. Hamma joy Neftchi rangiga aylanib ketdi. Ha, Neftchi rangiga aylanib ketdi. Mana Neftchi kelasi mavsumda muxlislarini ko'rsatishsin. Muxlislar ham butunlay boshqacha bir hissiyotda o'yinni tomosha qilayotgan, o'yin emas, nishonlashni tomosha qilayotgan bo'lsalar kerak. Ha do'stlar, Neftchi 2025-yilgi mavsum O'zbekiston Superligasi